Yettinchi qism. Odoshqa odosh bo'l, yog'ig'i yog'i. Osrig'il ilmni atvo bog'i. Pochohla yog'ining taxti baxtini. El omon, yurt omon, daryosi tog'i. Birinchi bob. Ulug' yurish. 10-yüzyillikning 2-yerimi. Ajdaho yili. Ahdiyos. Butkul Qashqar bahor payziga cho'mgan. Bugun atigandala shahardan ustun otish tarafga qarab otliq, piyoda kishilar xuddi daryodek uzun so'zilib eqishga boshladi. Orlab, top-top chiriklar odamlardan halqib ilgirlamaydi. Stuq Bug'raxon xonish oydin bilan. Xon o'g'illari Boytosh, To'ng'on, xon qiz Alonur xinim bilan. Olib Ariston va boshqa arboblar bilan shahardan chiqib, Tuman daryo kechkidan o'tib, Qo'rg'onning bog'liq o'ylilar orasidagi yo'lda otlarni burdi. Oldida 3dan tizilgan 9 otliq cherik. Ularning oldida bir otliq cherik Qaraxoniylar davlat tog'ini ching tutib mangmoqda. Ular o'rik, olma chechaklar bilan purkalgan yezlardan o'tib, egiz past tog'larga qarab ilgirlamaydi. Ustun otishning oyog'idagi tog' bag'ri atrof odamlar bilan to'lgan. Tog' yo'tsida, mahalla chatlarida, yo'l bo'ylarida to'plangan kishilarning shimolga va kun bitishga so'zilgan yo'l chatlariga tizilgan cheriklarning varang-churimi. Sunay nag'rilarning egiz-pas ovozlari bilan bu joy go'yo bir cho'ng to'y ma'rikiga tayyorlanganga o'xshaydi. Cho'ng yo'lning o'ng tarafida, cho'ng chosi gilamning ikki chetida bosh o'lchi elik. O'rda og'isi qilich. O'rdu bosh putukchisi Hojib Boris bey. Al qaroqchi ishlari o'lchisi Kanji bey. Xazinachi og'ichi Burkit beylar. Yana bir qancha o'rda arboblari, o'limolar, boylar va yurt cho'nglari o'ltirishadi. Ularning orqa va yo'llarida cherik amaldorlar, toliblar o'ri to'pi yurishadi. Kishilar ko'z uzmay shahar tarafga qarashadi. Shahar yoqda yo'l chetidagi egiz do'ngdan nag'ri sunay ovozi yangridi. Bu xon keldi deganlikni uqtiradi. Odamlar u yoqqa talmirishdi. Ushmuravan davonidan eshib, bir to'p otliqlar chiqib keldi. Stuq Bug'raxon xonish oydin bilan o'ng so'lda xon o'g'illari va xon qizni ilib ko'lik otlarda keladi. Orqada Olib Ariston, Yo'lto'z, Olib Suboshi To'g'rul bey. Ulardan keyin o'rda Qoruqboshi Arkin. Shahar qoruqchi boshi Bug'raxonning xos qoruqchisi Qo'shqarlar. Orqalarida 200 nafar xos qoruqchilar keladi. Xon va hamrohlari yiqinlashganda doqidumboq teximi yangradi. Aman, aman, xon aman degan varqirashlar anglanib turdi. Bu ovozlar shimol ham kun bitish yoqdiki yo'l bo'ylab tizilib turgan, oyog'i ko'rinmaydigan cheriklarning og'zidan og'ziga o'tib, uzoqlarda anglanadi. Atrof kent tog'larda dog'dug'i sadolari yangraydi. Bug'raxon
tog' alamlardan 20 g'olachin yerda otdan tushdi. Hamma yoq jim bo'ldi. U kelib, uzatquchi arboblar bilan omonlashdi. Oydin xon o'g'illari, xon qiz va boshqalar ikki yonga tizildi. Sutuq bilan olib Arslan berib, to'r yoqda bir sherikning qo'lida egiz lapildab turgan davlat tog'ining oldida to'xtadi. Chiroyli cherik kiyimlari kiygan bu ikki nafar ulug' yurish sarkardalari boshlarini tik tutib, cho'nqur muhabbat bilan to'g'ga qarab turishdi va o'ng qo'llarini avval egiz ko'tarib, keyin cheriklariga qo'yib, davlat tog'iga cherikchi salom bilan hurmat bildirdi. Tog' tövan egildi. Xon cherikchi yurish bilan qadam tashlab berib, tog' oldida o'ng tizini pukib, tog'ni siqimdab so'ydi va qo'pib orqasiga chekindi. Olib Arslanmo shunda qilib chekinib, xon bilan tang turdi. Gilamning o'tirsida ularga qarab, ikki oqsoqol bovoy ustiga birdan shirmon non, cho'chak tuz quyilgan patnusni tutib turadi. Avval xon nondan bir-birdi sundirib, cho'chaklik tuzga pattirib, og'ziga soldi. Uningdan keyin olib Arslanmo shundoq qildi. Yo'g'on, salli o'rg'on, uzun parija kiygan bir oqsoqol kishi "Amin" deb qo'l ko'tardi. Boshqalarmo "Amin" deb qo'l ko'tarishdi. Putkil dalada bir-biriga ulinib, "Amin" degan ovoz guldirildi. Ulug' xoqonimiz Sutuqpo'ra xonga ham olib Arslonga Alloh yor bo'lg'ay. Yog'i ustidan g'olib bo'lib qaytqayla. Oq yo'l bo'lsin. Allohu akbar. Oqsoqol yuz soqollarini siladi. Hammaylan uningga agashdi. O'lcha arboblar, o'limolar, yurt kotlari Bug'raxonga ta'zim qilib oq yo'l tiladi. Xon ilik ustoz bilan qo'l ilishganda, "Xo'sh do'stim, biz qon to'kilishning qadimini boshladik. Ilojing qancha? Bu elning omonligi, jiqra qon to'kilishning oldini olish uchun" dedi. Shundoq, kishiga oyda o'z xohishiga qarshi ishni qilishga to'g'ri keladi. Omon bo'ling, dedi ilik xonning qo'lini mahkam qisib. Dog'dog'i ovozlari ichida bularning so'zlarini kishilar anglamadi. Ikkilisi jiddiylashgan ko'ngli ifodalarini sezdirmaslikka tirishdi. Sutuqpo'raxon so'l yoqda, Arslan o'ng yoqda qoriqchilari tutib turgan otlarga mindi. Avval ko'pchilik Bug'raxonni uzatdi. Kishilar yo'l ochdi. Bug'raxon ustun otishning o'tirsidan o'tib, tog' bo'ylab yuqoriga so'zilgan yo'lga qarab mangdi. Cho'qqan so'rallar avj oldi. "Ulug' Bug'raxonning umri uzun bo'lg'ay! Omon! Omon!" degan ovozlar ko'tarildi. Bug'raxon erkin boshlagan qorovchilar qo'shini bilan xalq qotirdan o'tib, otishdan neri tog' ishkirsiga so'zilgan qo'shin qotirdan yurib, uzab ketdi. Uzatquchilar toki Bug'raxonning qarisi ko'rinmagicha qo'llarini polonglatib turishdi. Xonning orqasidan qo'shin mangdi. Ondan olib Arslan mangdi. Unimi xalq tantani bilan uzatdi. U kishilar orasidagi yo'ldan o'tib, uzun tizilgan qo'shinlar orasida mengib, cho'lni kesib, tog'larga qarab, shimol tarafga qarab mengib ketdi.
orqasidan qo'shin mangdi. Bu safar Sutuq Bug'raxon o'zi bosh bo'lgan ulug' cherik yurishi edi. Yurishning nishonisi Somoniylarning O'rta Osiyo va Ishki daryo orliqidagi markazi bo'lgan Samarqand edi. Ishki yo'l qo'shini O'zganda uchrashgandan keyin Bug'raxon Farg'ona, Qo'qand orqali Samarqandga, Arslon, Namangan, Shosh orqali Samarqandga bormoqchi. Birinchi yo'lning qo'shini Qizil Uyni markaz qilib chegirg'icha o'rinlashtirilib bo'lgan. Ikkinchi yo'lning qo'shini Balosog'undan Somoniylar chegirsig'icha o'rinlashtirilib bo'lgan edi. Sutuq Bug'raxon bir necha kun yurib Qizil Uyga bordi. Qutlug' Suboshi 10 chaqirim yergacha chiqib qarshi oldi. Qizil Uy bozorining ichtishi cherik bilan to'lgan edi. Bu gavda qo'shin bo'lib, xonni kutatdi. Boshlamchi qo'shinda 10 ming cherik bo'lib, chegirg'i taqab kerak davonning ostiga o'rinlashtirilgan. Undan keyin 10 qanot qo'shin qilib 10 ming cherik joylashtirilgan edi. Qizil Uyda gavda qo'shindagi 20 ming cherik xonni kutatdi. Orqadagi sol qanot qo'shinda 10 ming cherik, yetkizguchi qo'shinda 5 ming cherik keladi. Qo'shinning oldi-kayni yig'ilib raddanguncha Bug'raxon Qizil Uyda bir hafta turib, Qutlug' Suboshining ma'lumotini angladi. Tumanboshi mingboshilarning kengashmasini o'tkazdi. Cherik boshilari yurish ahvolidan ma'lumot berishdi. Ahvol yaxshi ekan. Ot uloq, kiyim-kechak, tamoqlanish yaxshi ekan. Bir necha yildan beri tayyorlik obdan unum bermoqda. Cherik va cherik boshlari nega boradiganligini, kim bilan nemishqa urushadiganligini yaxshi biladi. Ular elni qo'g'dashning ham kun bitishki qarindoshlarini yog'i qilichi ostidan qutqizib olishning sharafli kurash ekanligini tushunadi. Ular xondonligimiz uchun, Bug'raxon uchun degan o'ran ostida to'lib toshgan g'ayrat bilan cho'l kezib, davollar eshib, jopog'i chidab yurish qilmoqda. Bug'raxon bundoq yaxshi ahvollarni anglab, bek xush bo'ldi. Bunda qo'shin utuq qozonmay qolmaydi. Cheriklar bizning qadrli kishilarimiz. Ularni jinimizni ko'rganda ko'rayli, dedi Bug'raxon. Qutlug' Suboshi yog'iyning ahvolini so'zlab berdi. Borgan kishimiz yaqinda karvon bilan qaytib kelibdi. Kerak davondan eshib, davlat chegirsidan o'tgandan keyin tog' orisi deb atalgan joyda yog'iyning 5000 chiriki bor ekan. Uningdan keyin O'sh shahri, tog' orisi bilan O'sh orisida Oloy teg'i bor. Mana bu tog' bak egiz. Oloy teg'idan O'sh shahrigacha bo'lgan kang tuzdanlikda yog'iy qo'shinining bizni to'sishi mo'ljallanadi. Ondan O'shda cho'ngroq jang bo'ladi. O'shda yog'iyning 20 ming chiriki bor deydi. O'zganda 30 ming chiriki bor ekan. Balosog'unga qaratgan kuch qanchalik ekan? So'radi Bug'raxon. 30 mingchi bo'lishi mo'ljallanadi. Jang harakatimiz mundoq bo'lmoqchi, dedi Qutlug' Suboshi oxirida. Tog' orasini olgandan keyin to'xtamay Oloyni eshib, yog'iyni tog'ning u yog'ida to'sish. O'shda jangni orqaga so'zib, O'zgandan yog'iyning chirik yo'tkishini qo'lga keltirish. Shunda qilib, olib Arslonning O'zganni elishiga o'ngaylik to'ldirish. Arslon O'zganni olgandan keyin ondan O'shni elish. Yog'iy kuchini yo'qotib, Anjonga berish. Yog'iyning bizni to'sishidagi tip o'rni O'zgan o'xshaydi. O'zganni elib, yog'iyning 5 tumandan ortiq chirikini yo'qotish bizning birinchi cho'ng uftuqimiz bo'ladi. O'zgandan ilgirlashni shu yerda qaror qilgan tuzuk. Yaxshi o'rinlashtirish, dedi Bug'raxon bir oz o'ylangandan keyin. Bak yaxshi, at otlanaylik.
Әтісі күн чықш білала қызыл өйден терек таванғычы созылып ятқан hayvatlik бұғра qo'shin harakatga keldi. Cho'l edir, tog' bag'ri, tog' orliqi, soy ballardagi yolg'iz oyoq uzun yo'llarda otliq piyoda cheriklar qarshisidagi osmon palak tog'larning qorliq cho'qqilariga qarab shimol yoqqa yurish qilmoqda. Sutbug'raxon qizil o'ydan otlanib yo'lga chiqdi. Ular bozorning shimolga so'zilgan ko'chasidan chiqib, kam edirga tushib, tosmidak so'zilgan 3 chig'ir yo'l bilan ilgariladi. Bug'raxon otliq qaroqchi qo'shinning o'ttirsida Ali Oyg'uchi va erkinlar bilan ketib boradi. U yiroqqa ko'z silib, beshi tog' ichiga kirib ketib borgan qo'shinni ko'rib, ichidan maslikka keldi. Amdi ko'tarilgan quyosh nuri cheriklarning nayza tag'ida, qalqon yuzida parqiramoqda. Uzoqdagi oqbosh tog' go'yo uni qarshi ilib bosh egadi. Otlarning do'pirlagan oyoq ovozlari, pushqirishlardan boshqa odam ovozi anglanmaydi. Go'yo cheriklar xushchiroy atrofga, tabiat manzarasiga sap soladi. Go'ylari qopoqlari tushgan holda xiyol surib mangadi. Ularning o'ylardan ayrilganiga ba'zilarga 3-4 yil, ba'zilarga 1-2 yil bo'ldi. Ular ota-onalarini, o'zi o'ynab o'sgan yezlarini yodlab sig'inadi. Ba'zilarining uyida yosh xotun, endi chuchuk tili chiqqan bolasi bor edi. Balkim xotini ko'ziga liq yosh ilib, budirib qo'llarini so'zib yig'lab turgan bolasini ko'tirib, eshik oldiga chiqib, har kuni kutadigandı. Ularni qandoqmi seg'inmasin? Al ichida cherik bo'lish ko'ngillik ish. Lekin endi chat elga yana kelib urushga ketib boradi-da. Tirik qaytib, yurtini, ota-onalarini, xotin bolalarini ko'ralarmi? Erkin o'ylamoqda. Lekin uning o'yi izchil, cho'nqir bo'lolmaydi. U oldi kayniga, yollariga qarab xonga sap soladi. Xonning xotirjam, kayfi yaxshi ketib borganligini ko'rib, yana o'yga ketdi. Hayvondek yashagan bir qul bolasining bugünkidek mingboshi amaldorga aylanib qilishi, yana kelib ulug' Bug'raxonning ishonchlik qaroqchisi bo'lib qolganligi aqlga sig'mig'idek ish emasmi? U mushuni o'ylaganda Bug'raxonga qarab ichidan tugumas minnatdorlik bildiradi. Uning ko'z oldidan lop qilib qunduz o'tib ketdi. U chiroylari zaprangdek sarg'aygan, zindonda yetibdi. Ana, u qandoqdir cho'llarda, tog'larda parakanda holda qechib yuribdi. Ana, u tog'liq qo'zg'olonchilar bilan qo'lidagi qilichini egiz ko'tirib, samonilarning cheriklarini chepib otdi. Ana, uning to'pi dovlangan qabrisi. Qaysidir bir mo'moy qabriga gul sanjib, tiz cho'kib duo qilib otdi. Yana zindon. Qunduz qo'llaridan esilgan. Qari tallik, ishtonchoq kishilar uni dumbalab etibdi. Erkin qo'lida qilich, varqirg'anchi berib, zindonning eshigini bir tepib sundirib echib kirdi. Kaltakchilarning beshini ilib, qunduzni bo'shtib yerga tushirdi va bag'riga besib, o'shiga keltirdi. Qunduz uni quchoqlab yig'ladi. Erkinning siyoqida jiddiylik va hayajonlik paydo bo'ldi. Bug'raxonning "Mana, taqqa yaqinlashdik.
degan ovozi Erkinning o'y xiyolini buzdi. U tog' yo'tsidan o'tib, tog' og'ziga kirib ketib borganliklarini ko'rdi. Shundoq, tog'ga kirishga boshladik, deb javob berdi u xonga. Otlar kuchab yuqori o'rlaydi. Ular tog' orliqida, soyda uzoq mengib, kun qayrilganda bir davondan eshib tövalladi. Yiroqda, past tog' kaynida ancha keng bo'lmagan bir o'tloq ko'rindi. O'ng yoqdan tushgan bir o'stang suv soyga kirib ketadi. O'stangning so'l yoqida tog' etkida 20 dak qora uylar tikilgan. Uylar atrofida yilqa, kala, qo'ylar o'tlaydi. Ular davondan tushib, o'stangni bo'ylab xeyli uzoq mangandan keyin o'tloqqa chiqdi. Yo'l bo'yida boshqa ovullardan kelgan kishilar bilan qo'shilib, birer ming kishi Bug'raxonni qarshi oldi. Ular yo'l chetida qator turgan sheriklarning kaynida turishadi. Bug'raxon kelishi bilan Aman! Aman! Bug'raxon aman! deb tovlashadi. Bug'raxon to'xtab, qo'shqarga bir nima degan edi, u otdan tushib, sheriklarini chekindirib, qarshi olg'uchilarga yo'l ochdi. Ular yo'lga tushdi. Bug'raxon otdan tushib, ularning oldiga bordi. Kishilar to'pi oldida kelayotgan oqsoqol bovoy to'xtishi bilan hammasi to'xtadi. Bovoyning qo'lida yog'och oyoqda og'zi echilgan bir qirin seriq yog'. Bir yog'och qo'shiq yoqqa potirilgan holda turadi. Bovoy oyoqni Bug'raxonga sunib, beshini egdi. Bug'raxon seriq yog'dan bir qo'shiq ilib og'ziga soldi va avval bovoyga, ondan ko'pchilikka hurmat bildirdi. Bovoy qo'lidagi oyoqni birsiga berib, "Ulug' xoqonimiz Bug'raxon uzoq yillar omon bo'lg'ay", dedi. Ko'pchilik Aman! Aman! deb tovlashdi. "Salom ulug' Bug'raxon", dedi Bovoy Bug'raxonga qo'l berib ko'rishib. "Yo'llari oq, ishlari utuqliq bo'lg'ay", Hashqalloh, sizga yaralarga hashqalloh, dedi Bug'raxon Bovoyning qo'llarini siqib. O'zingiz omonmi Ko'lik Botir? Do'stlar bilan ko'rishganim uchun bak xushman. Bug'raxon Ko'lik Botir bilan rostilla ko'ni do'stlardek samimiy ko'rishdi. Bug'raxonning elboshi Ko'lik Botirga hurmat qilganligini ko'rib, kishilar hayron qoldi. Bizning Ko'lik Botir o'lkin odam, ko'rdingizmi? dedi birsi. Yana birsi, "Shundoq bo'lmaychi, umi bizning xonimizda", dedi. Degandek, Ko'lik Botir musha tog'liq elning xoni edi. U o'z elini yoqliqdan ching turib qo'g'daydi. Ot baygisida hammadan oldida edi. Kishilar orasida yaxshi yomonni ayirib aql ko'rsatdi. Boshlamchilik qiladi. Bo'libmi, o'zining dongliq chipor ko'liki ustiga chiqdimi, uningga hech kim tang kelolmaydi. Shunga ko'ni oqsoqli o'lgandan keyin yurt uni 30 yosh bo'lsa-mu oqsoqol qilib ko'tirgan edi. Uning chivar va dongliq ko'likiga qarab, ko'pchilik uningga Ko'lik deb laqam qo'ydi. Keyin laqamni ismga qo'shib, Ko'lik Botir deb atashdi. Ko'lik Botir uzoq yili Qashqarga berib, Bug'raxon bilan ko'rishgan. U elning dardini, tiligini so'zlab, "Xalq, ko'zimizni bog'lab qo'yma, so'ni xoqonim", degan edi. U yana yog'ining bostirib kelib, yurtni talab turganligini so'zlab, "Uyning ichiga kirib elib, qo'yni saqlig'ili bo'lmaydi. Bo'rini qo'g'lab urish kerak", degan edi.
Kölik Batırның bu ikki cümle sözü Buğraxanға bək təsir qılğan. Şoňlaşqa Buğraxan əl g'imini yeydigan bu aqsaqalni unutmağan idi. "Mən ulug' Buğraxanni yurtimizda ko'rib, xushalliqimdan yerilay dedim," dedi Kölik Batır hayajon bilan. Gördünüzmü? Böğrünü qoğlap urgul atlandık. İkilisi küldü. "Mana bu ulug' atlı neş xaqanim. Tağ kaynida böğrüm arab yatsa, tinch uxlag'ili bo'lmaydi." Sözünüz doğru. Böğrünü yo'qotgandan keyin yana uxlamay chilishishimizga to'g'ri keladi do'stim. Qo'ylarni obdan beqib samirtish kerak-da. Shundaq ulug' xaqanim. Donalıqlarga qoyilman. Kölik Batır Buğraxanni yo'lning so'l yoqidagi o'tloqqa boshladi. Ular kishilar orasidan o'tib, tog' yo'tsig'i yo'lab tikilgan qator uylarni ko'rdi. O'tirda keng, egiz bir oq uy aloyida ko'zga chiliqib turadi. Qora uylarning yuqorroqida, tog' bag'rida Buğraxanning so'latlik tushkuni. Uning ikki yonida qator qora uylar ko'rinib turadi. Tushkunning peshonasiga qadalgan Qaraxoniylar xonadonligining davlat tug'i yelpildab turadi. Qaroqchilarning oldingi qismi allaqachon kelib qo'nalg'ini tayyorlab bo'lgan edi. Erkin o'z cheriklarini otdan tushirib, belgilik joyga o'rinlashtirila boshladi. Buğraxan oq qora uyga yaqin kelganda, ikki yoqqa qator tizilib turgan qiz yigitlar qarshi ilish erini boshlayapti. Mo'maydor, kelinchaklar choshqu choshdi. Boshlariga cho'ng tulki tomoq kiygan 4 nafar o'ttir yoshli kishi uydan bir shirdoqni olib chiqib, xon oldiga poyandoz soldi. Uzun, oq qizil gullik poyandoz xonning oldiga yeyildi. Xon poyandozdan mengib, uyning eshigi oldiga kelib, orqasiga buraldi. U kishilarning qarshi ilish tantanasiga rahmat bildirdi. Keyin erchi qizlarga zo'q bilan nazar soldi. Qizlar yerim usulliq sho'x harakat bilan erlaydi. Ularning bo'yniga osgan tangi marjonlari maydasida jaranglaydi. Gullik taxsining ustiga qadalgan uzun parqirimi uykarlar yelpildab, qizlarning qeni teshig'i tapchib turgan dugilak qizil mangziga soylarini tushirib, ularning uz o'sinlariga o'sin qo'shatdi. Qizlar xonning san'atkorlik havasini qo'zg'avatdi. Qizlar o'ynab kelib, Buğraxonning oldida qator tizilib, o'ng tizini yerga qo'yib, tiziga ikki qo'lining olqinini usti-ustiga qo'yib, o'kalik boshlarini egdi. Mushu hurmat salomning o'zila bir go'zal san'at edi. Buğraxon maydisiga qo'llarini qo'yib, qizlarga hurmat bildirdi va qo'llari bilan ularni qo'pishga sharat qildi. Oqsoqol xonni uyga taklif qildi. Xon to'rda shirdoq ustiga silingan oq iyiq terisida o'ltirib, uyga qarab chiqdi. Uy bak yaxshi bezalgan edi. Bu odatdagi uy emas. Tog'liqlarning nafis qo'l hunar san'atlarining ko'rgazmasiga o'xshaydi. Dasturxon silib, choy qo'yildi. Kashqo'rin tushkun ichini seriq qog'ozlik cho'ng panus yo'ritgan edi. Buğraxon al oyg'uchi Erkin bilan so'zlashib o'ltiradi. Ikki nafar tushkun g'ulomi kirib, oq dasturxonni yoydi. Eshikdan oqsoqol ko'rindi. Uning kaynidan qo'llarida yo'g'on yog'och tovoq ko'targan qizlar qator kirib keldi. Tovoqlar dasturxonga qo'yildi. Sarg'ayib pishgan, yog'lari tapchib turgan toy go'shtlari. Tovoq o'ttirsig'i beshi qo'yilgan, yonposh qo'riqlari silingan poqlon go'shtlari kishining ishtihoyini qo'zg'aydi.
uzoq otliq safardan kelgan mehmonlar go'shtga tutish qildi. Atsi atigan Bug'roxon tushkunning oldidagi tosh ustida chopinni yepinchoqlab o'ltiradi. U o'doladagi tog'ning orqasidan chechilib, yuqori chachrayotgan qizg'ush quyosh sho'lisiga qarab o'ylaydi. Kunlar o'tmoqda. Mana u bir uxlab uyg'ondi. Tabiat kishiga huzur berib kelmoqda. Quyosh uni erkilatib, nurini chashmoqda. Ana, tog' kaynidan, sho'lilar ostidan agmi quyosh kulib chiqdi. U asta ko'tarilib, koinotga mard quchqini ochdi. Ana, uning yerimi chiqdi. Butun chiqdi. Tugilak qizg'ush quyosh tog' daloni, yayloq o'tloqlarni nuriga cho'mdirdi. Osmon palak oq cho'qqilar quyosh nuri bilan giralishib kulishadi. Bug'roxon borliq koinotning quyosh nuri bilan quchoqlashib qilayotgan karomat tantanasini tomosha qilg'ash o'ylaydi. Shundoq. Quyosh qudratlik. U bo'lmasa, dunyomi yo'q, hayotmi bo'lmaydi. U butkul hayotlikqa, nabototlarga hayot baxsh etadi. Lekin ajab u dunyodagi tengsizlikni tangshiy olmaydi ekan. Bu Allohning qo'lida keladigan ish bo'lsa kerak. Shundoqmi-du? Agar u tangshiy oladigan bo'lsa, dunyoni nemishqa tagsiz yaratadi. Yana quyosh qudratlik. U hayotga, dunyoga mangu yashash sharoitini beradi. Odamlar shu dunyoda hayotlik uchun kurash qiladi. Quyoshning nuri ostida maydonga kelgan dunyo boyliqlaridan hamma odam tang bahramon bo'lish kerak. Aqlliq, idrokliq, yuraklik odamlar tangsizlikni tanglikka aylantirish kerak. Stoq. Sama odamg'u. Yana kelib odatdagi odam emas. Ediqut, Xaqon, Bug'ro, Sulton. Voy. Nima degan jiq mansablar bu? Shunchalik jiq mansab va huquqlaring turib, tangsizlikni tanshiyolmamsan? Ko'lik Botir aytgandek, xonlik ko'zimizni bog'lab qo'ymadimi? Ilik aytgandek, erkinlik, yana erkinlik. Farabiy aytgandek, tanglik bilan boshquradigan shaharmi bo'la? Butkul alchu. O'ylagancha, Bug'roxon o'zi qo'ygan savollarga o'zi javob berib, o'zini qanoatlantirolmadi. Uning beshini o'rib olgan bundoq chigish, chekiyo xiyollar uzundan beri Bug'roxonni ovora qiladi. Bugun u bu chigish tugunni yeshalmadi. Oxiri u keyingisini bara ko'ramiz. Hozirgisini o'ylash kerak, deb tugunni chigish bo'yicha tashlab qo'ydi. Ondan o'yi cherik yurishiga va oqibatiga boraldi. Yurishimiz rostili ulug' yurish bo'ldi, deb o'ylaydi u. Rum imperatorlari kun chiqishga yurish qildigan. Ondan Holla, Turklar, O'g'izlar kun petishga yurish qildigan. Arablarning yurishlari kichik yurish bo'lmabdigan. Qilichidan qon tomg'izib, to'rtla tarafga yurish qilibdi. Ular ham urush qilibdi, ham din tarqitibdi. Boshqa yurishlarning alamlariga diniy o'rallar putilganmish. Yurish bo'ladigan, urush bo'ladi. Urush, o'ldirish, o'lish, ishqilib qon to'kish degan gap. Qon to'kish yaxshi ishmikan? Biroq jiq o'limning oldini olish uchun ozroq qurbon berish kerak. Jiq qon to'kilishning oldini olish uchun ozroq qon to'kish kerak ekan. Qon to'kmigicha omonlik yo'q. Jafo chekmigicha halovat yo'q.
Hamma tayyor bo'ldi. Yeniga kelgan qo'shqorning so'zi Bug'raxonning o'yini buzdi. Ha, xo'p, otillayloq. Dedi u va qo'pib tushkun tarafga mangdi. Tushkun oldidagi bir necha kishilar oldida Ko'lik Botir egarlik, egiz bir chiroyli chipor otni tutib turardi. "Xoqonimiz omon!" dedi oqsoqol otni ko'rsatib. "Bu chipor ayg'ir sizga yo'lliqimiz. O'zimning qadinos etim edi. Sizga buyurgan ekan." Hashqalloh Botir, mening etim yomon emas, dedi Bug'raxon. "Sizning org'imiqingiz tuzdanlikda ottin qilishmas. Biroq tog'davonda bu ayg'irga yetmaydi. Nomratlarning ko'nglimiz", dedi Botir. Xon so'z qaytarolmadi. Botir xonni qo'ltiqlab chipor ayg'irga mindirdi. Xon Botirga ko'pchilikka rahmat aytib, xo'shlashib yo'lga tushdi. Bugun Bug'raxon qo'shin bilan suv kechib, dovon eshib bir kun mangdi. Tushdan keyin otlar qiynalishga boshladi. Qilin qor kechib o'rlash otlarga yenik tushmaydi. Kishilarning otdan tushib menishiga texmi qiyin edi. Hömidab qordan putni yo'tkagili bo'lmaydi. Chipor ayg'ir bo'lsa, qordimu, dovondimu oyoqlarini salmoq besib, Bug'raxonni elib mang'atdi. Xon Orislon tekin so'g'i qilgan, o'lib ketgan chipor arg'amoqni aslidi va bu ayg'irga masligi keldi. Kun petishga yaqin gavda qo'shin bir davondan eshib, beg'irda qo'ndi. Otlardimu, odamlardimu harg'illiq, dam siqilish bilinib turadi. Bug'raxon otdan tushib, qarshısidagi taqqa beshini ko'tarib qarg'an edi, to'miqi orqasiga tushib ketdi. Osmonga beshi taqashgan terak dovonning oq cho'qqisi orqasidagi quyosh nuri bilan o'ynashib kuladi. U go'yo Bug'raxonga qarab demiqidi kulib. "Qani Bug'ra, Botir bo'lsang, avval men bilan elishib boqqina. Ondan yog'i beshida qilich o'ynata olaysan" degandek bo'ladi. Atsi atiganda cheriklar qora uylarning eshiklarini aran ochdi. Qarasa, qora uylarning etaklarini bir gazdan ortiq qilin qor besib ketibdi. Bug'raxon qo'pib kiyimlarini kiyib bo'lgan edi. Atrofni titratgan, qarsildigan dahshatli bir ovoz anglandi. U qora uydan chiqib qarasa, qarshisidagi terak dovonning to'van so'zilgan qo'lidan tog'ni guldirlatib ovoz chiqmoqda. Etilib chiqqan qor tutaklari osmonga ko'tarilmaydi. Qarsildab do'pildigan toshlar ovozi borgancha kuchaymaydi. Odamlar qora uylardan huduqib chiqib, tog' hayvitiga qarmoqda. Otlar cho'chimaydi. "Qor ko'chdi!" dedi qo'shqor Bug'raxonga. Ular ko'ch dahshatiga xeyli qarab turdi. Ovoz, tutaklar ozroq besilgandan keyin Ali Oyg'uchi qor yo'limizni to'sib oldi. Yo'lbochilar yo'l ochiqcha bizga kutishga to'g'ri keladi, dedi. Qora uylar oldidan tutunlar ko'tarildi. Agar cheriklar tovandan o'tin olmaganlarida choy ichishkimi bo'lmaydi. Biroq qancha o't qolgan bilanmi qaynagan suvda qo'l ko'ymay yilmon petib turadi. Oxir ular yilmon suv bilan noshta qilishdi. Noshtadan keyin qo'shin otlandi. Ular soyning ichiga tushib qarog'dak bo'lsa, ko'chgan qor butkul soyni to'sib oldi. Ularning oldida egiz qorliq dovon ko'rindi. Sol yoqdagi tog'ning ko'ksi qip yalang'och. Yo'g'on toshlar oralarida so'zganlar va quruq o'tlar ko'rinib turadi. Bir to'p yerlik chorvachi kishilar
piymi kiygan putlar bilan dastlab, qotozlarni yetilab dasitib, ko'chgan qordan yo'l ochmoqda. Bir ozodin keyin qorning belida cho'nqur, uzun xandak paydo bo'ldi. Molchilar qotozlarni yetilib oldida, kayniga mengiyverib, xandakning tegini chemitdi. Ondan cheriklarning mengishlariga ruxsat qildi. Yo'lning osti xeyli chimibdi. Xatar bo'lmay oldingi qism o'tib ketdi. Yo'l borgancha chimidi. Bo'raxon ko'chdan o'tib bir pas yurgandan keyin boshqalarning otdan tushkuniga qarab otdan tushdi. Boshqar, bu yerdan piyoda mengib davonga ko'tarilamiz, deb qo'li bilan davonni ko'rsatdi. Terak davonning bag'rida yuqoridan tövanga tortilgan uzun oq yo'lda ketib borgan kishilar uzun og'amchi qimirlagandek ko'rinadi. Ondan bir-birining ballaridan arg'amchi bilan chetib olgan cheriklar otlarini yetilab, osta qadam ilib, tog'ni beg'irlab, qator yuqori o'rilmoqda. Bizga shundoq menib chiqish to'g'ri keladi, dedi Qo'shqor. Otga minib yurish xatarlik. Otlar ma'olmaydi. Yana ot tiyilib ketishi mumkin. Ko'pchilik qanday qilsa, bizmi shunday qilamiz, dedi Bo'raxon. Qani arg'amcha, ballarimizni chatayliq. Erkin qoruqchilardan tanlangan keng gavdalik 8 yigitni boshlab kelib, xonni o'ttirg'i elib chatdi. Qo'shqor xonning orqasiga chetildi. Bu 10ning oldiga bir 10. Orqasiga yana bir 10 chetildi. Otlarni boshqalar yetildi. Ular davonning pallisiga qarab qadam qo'ydi. Ana, ular tog'ning yo'tsini bo'ylab yuqori so'zilgan qorliq yolg'iz oyoq chig'ir yo'lda o'rilmoqda. Yo'l yuqorilagan seri tiklanmoqda. Qadam ilish qiyinlashmoqda. Dam siqilmoqda. Har 10-20 g'ulash mangandan keyin to'xtab hordiq elib, yana mengishmoqda. Sol yoq tik tog', o'ng yoq tik sirt. Qarasa bosh qo'ydi. Oldida parqirab turgan toyg'oq muz davondan cheriklar oshmoqda. Ularning qiynalib o'tishiga qarab, Bo'raxonning teni jo'g'ildi. O'zlari o'tishga boshladi. Sirt toyg'oq muz ustida, muzlagan oyoq bilan toyg'oq muzga oyoqni besib, yiqilmay yurib o'tib ketishni oson demsiz. Agar siz u yerdan o'tib boqqaningizda, uning tasligini obdan bilgan bo'lardingiz. Bo'raxon bek taslikda ishqilib omon o'tdi. Uningga hech kim yordam qilmadi. Boshqalarning yordam qilishga nada holi bo'lsin. To'yiqsizlar beldagi arg'amchilar orqaga tortildi. Erkinning "Yetinglar!" degan ovozi anglandi. Hammasi darhol pok tushdi. Bo'raxon to'pining 2 o'ni o'tib bo'lib, 3-chi o'nining o'ttirsiga kelganda, birisi muzdan teyilib, tövanga domilab ketgan edi. U berib, belidagi arg'amchida sangilab qoldi. Oldidagilar osta qo'pib, o'milab, kuchab oldiga mangdi. Muz ustidagi 4-5 kishi tishlarini qattiq tishlab besib, titrab turgan tiplarini avoylab yo'tkab elgirildi. Esilib qolgan odam so'rab chiqirildi. Deyishdi ular orqalarga qarab va turgan o'rinlarda bir pas dam ilib, yana ilgirildi. Amdi tog' bag'ri to'gidi. Qoram toshliq tik tog' tövinidagi yolg'iz oyoq yo'ldan o'rlashga to'g'ri keldi. Solda tik tog', o'ngda to'psiz tik hong. Hongga qarshi bosh qiyib, ko'ngil ilishidi. Hongning qop-qorong'u tövinida go'yida yilondek to'lg'inib eqiyotgan suv parqirab ko'rinib qoldi.
Onunga köңül koyup qarashqa kimningmi çolusu bolsun. Her kim öz hali bilen. Yol şunçilik tar ki, özüni toğırlap, putlarını tüz bezişin kerek. Eğer sol tarafının birer joyi taqqı soqulup iğanladın mı, hangi düşüp kettin degen şu. Yol qiyin. Onun üstüge dem iliş teximi qiyinlişip ketdi. Gaylarının çırayları sargayıp mağalmay qaldı. Bundaqlarını alı tüzükrekler yüdüp menişqa toğır geldi. Ana, buğraqamı başqalarının tosqınığı qarmay bir çerikni yüdüp aptı. O ayaqlarını qiynilip ilip atqan bolsumu, Mazmut ilgirlemeydi. Bunu görüp, alsızlanğanlarını yüdüp mangıçlar köpeydi. Ba'zilarning chiroyi qaridab ketganligiga qarabla, qanchalik qiynalayotganligini belgili bo'ladi. Lekin shundaqlardimi ba'zilari yiqilib qolganlarini yudib mangmoqda. Ana, birisi kelib, Buğraxonning o'shnisidagi odamni ilib yudib mangdi. Oshundaq jafoliqda o'zi oron ketib borganiga qarmay, holsizlarni yudib mangan odamni ras o'g'il bola desa bo'ladi. Ular bir sakratma davonga kelib qoldi. Davon egiz emas. Bir qo'la chekilatdi. Lekin u tik qoram toshliq. Toshlarni o'yib, torg'ini palampaylar yasalgan. Odamlar yuqordan tortib, tövandin yulab, titrab dasab, aron bolaliqda chiqatdi. Ot hechirga teximi qiyin tushadi. Buğraxonlarning oldida cheriklar otlarni sakratma davondan chiqarib o'tadi. Otlarni yuqordan cho'lviridan tortib, tövandin qamchi bilan urib o'tadi. Ot bir palampayga oldi oyoqlarini qo'yib, bak taslikda orqa oyoqlarini oladi. Ana, u to'rt oyog'i bilan o'ttir baldagi kichikkina tosh palampayga dasab titrab turmoqda. Mushu turqida u xuddi pashtoqqa chiqqan o'yinchi tekiga o'xshaydi. Ot bak taslikda oldi oyoqlarini yuqori palampayga qo'ydi. Bir orqa oyog'ini olganda tiyilib ketdi-da, o'ng yoqqa g'o'ladi. Ana, u borgancha tez surat bilan do'milab tuvallab, oxiri ko'rinmay ketdi. Bir hozodin keyin tog'lardan poldon qilgan cho'ng ovozning sadosi ko'tarildi. Buğraxonning 3 o'g'liq cheriklari sakratma davondan omon o'tib ketdi. Birer chaqirimdan keyin davon tuzlikka qarab ko'tarildi. O'nkir o'ng yoqda. Yiroqroq qoldi. Sol yoqdagi tog'mi xeyli chekingan. Kishilar xatardan o'tganligini his qilib, xeyli xotirjam mangdi. Lekin o'ylamagan xatar yana bor ekan. Buğraxonning oldidagi cheriklardan biri sol yoqqa qor ustiga yiqilganda qildi-da, yo'qolib ketdi. Bir cherikning beliga bir uchi bog'langan arg'amchining yana bir uchi qorning ichiga kirib ketdi. Odam yo'q. Voy, tort desa tort deb, oxiri cherikni qor tegidan tortib chiqardi. U tinolmay aron qopdi. Keyin qarasa, u joy qor bilan qoplangan bir cho'nqur o'rak ekan. Ular bir parcha tuzlikdan o'rlab, davonning yuqori pallasiga chiqdi. Pallaning uchida kigizchilik bir parcha tuz yer bor ekan. Bu yerdan pastga qaraganda butkul dunyo oyoq tegida turgandek. Yuqori qaraganda bosh osmonga taqashgandek qildi. Havo ochiq. Qayrilgan quyosh yuzlagan tog' cho'qqalarini porqirtatdi. Yo'g'on paxtaga o'xshash bulutlar va yerim qora bulutlar tog' cho'qqalarini cho'rgilab, tog' qo'ltiqlarida agib yuradi. "Ya Allah, karomat yarishgan bu!"
dedi Qo'shqor. Dunyoning o'yzisi deysi bo'g'idak. Osmonning pashtliqi desangmi bo'ladi, dedi Erkin cheki yo'q past tog'larga qarab. Bizning Qashqarlar nada qoldikin tang? Hey, qaranglar, dedi Bug'roxon yiroqdagi bu yerdami egiz qorliq tog'ni ko'rsatib. o qandoq tog'di? Texmi hayvat ko'rindi-ku. Uni Oloy teg'i deydi. Javob berdi Qo'shqor. U tog'dimi oshimiz? Teg'i ko'rdig'ining oldingda degina. Kulib dedi Erkin. Egizligi egiz. Biroq bunda qiyin emas. Tog' bag'ridan agib chiqimiz. Qo'shqor, siz mushundoq davollardan necha qitim ochdingiz? So'radi Bug'roxon. 3 qitim. Birinchi bo'lib Somoniylar chiriklari bilan chegirdan o'tganda tutilib qolganda bir qitim. Samarqand Buxoroga berib qaytishda 2 qitim. Qilich bilan Namangonga G'olamxon bilan to'xtam tuzishkili borganda-chi. O qitim yatsu org'u bilan berib qaytdik. Mushu davollardan 3 qitim o'tgan bo'lsangiz, Nuh payg'ambardimi yomongansiz juma? dedi Erkin uningga qoyil bo'lib. Nuh payg'ambar to'pon balosi kelganda kemida o'ltirgan ekan. Mushu davollardan eshib boqsin qani. To'g'ri, dedi Bug'roxon chaqchaq qilib. Nuh payg'ambar agar sizning bu 2 cho'ng davondan 3 qitim o'tganligingizni bilganda, sizga qoyil bo'lgan bo'ladi, ha? Ular kulishdi. Endi mangayliq, dedi Qo'shqor so'l yoqda agib kelayotgan noyati cho'ng bir parcha qor bulutni ko'rsatib. Bo'ron chiqishi mumkin. Ular otlanib tövalladi. Endi yo'l qiyin emas edi. Kangrak yo'tlarni oylanib bir takchida to'xtadi. Bug'roxon tövanga qarab ushqandek tushib ketib borgan odam va otlarni ko'rib, Ko'rdinglarmi? Ular hajab chopson uchidig'i. Shundoq, bizmi uchimiz? Javob berdi Qo'shqor. Bundan keyingi yo'limiz tuz. Lekin baktik beg'ir bo'ladi. Orliqda takchilar bo'ladi. Bir takchidan bir takchiga serilib tushimiz. Qorning takti tegiz o'tloq, tosh yo'q. Bug'roqonlar ballarini ching bog'lab takchidan tushishga tayyorlik qildi. Oldidagi 3 o'nliq cherik 3-3dan qo'llarini giralashtirib o'ltirib, qor ustida tikkisiga serilib ushqandek tushib ketdi. Undan keyin Bug'roxon bir yenida Qo'shqor, bir yenida qaroqchi Sodiq G'olam qo'llarini giralagancha takchining qirg'iqida o'ltirdi-da tövanga serildi. Ular tövallagancha chopsonlashib, yerdan ko'tarilib ushqandek serildi. Avval ansirash his qilishdi. Keyin ko'nib qoldi. Ondan keyin huzurlandi. Bir hozodan keyin tövan takchiga tushib, ostilab to'xtadi. Bug'roxon esini ilib orqaga qaragan edi. Ularning orqasida bir to'p ot xechirlarmi zo'ng o'ltirib, xuddi odamdek serilib tushib etibdi. Bu ko'ngillik manzirga qarab kuldi Bug'roxon. Shunda qilib, ular bir qancha takchidan takchiga serilib tushib, namozchan bo'lganda toshliq suv eqiyotgan bir soyga tushdi. U yerdan otlanib, soyni bo'ylab tövalladi. Egiz tog'lar orasidagi toshliq soy ichida qayta suvdan kechib minish otlarga oson tushmadi. Lekin bu yurish terak tovonga chiqishdan 100 oson bo'ldi. Yuraklarning siqilishi oziyib, erkin dam ilish boshlandi. Xubdandan o'tganda ular endi tog' bog'ridan chiqqan edi. Davondan tushibla ilgirlab ketgan Ali Oyg'uchi oldidan kelib Bug'roxonga ma'lumot berdi. Oldimizdagi tuzlanlik tog' orasi deb otildigan joy.
Tünögün başlamçı qo'shin kelib, yog'iyning 5000 da chirikini yo'qitibdi. Buğraxon oy yo'riqida ko'rinib turgan tosh va yog'och uylar o'ttirisidan o'tib ketib berib, atrofga qaradi. Egiz tog'lar bilan o'ralgan bu tuzlanlik chiriklar bilan to'lgan. Hamma yoqda qiyiqqa so'ran. Qora uylar oldidan o't yo'riqida tutunlar ko'tarilmaydi. U berib maxsus tayyorlangan bir uyga tushdi. Buğraxon uyga kiribla yog'och qarvatga o'zini tashladi va Qutlug' Suboshidan so'radi. Bu qandaq yer ekan? Bu ularning oldingi qorovuli ekan. Chiriklarning bir bo'ligi o'ldirildi. Ko'pragi al bo'ldi. Mingboshi yana bir necha chirik boshi qo'lga tushdi. Asrlar ichida turk uluslardan bormikan? Bakan. Asrlarning eng ko'pchiligi shular. Ular urushni ancha xohlamaydi ekan. Yaxshi. Ozroq aramalaylik. Tamoqdan keyin bir bosh qo'shilamiz. Qutlug' Suboshi ilol deb chiqib ketdi. Buğraxon put-qo'llarini uzun so'zib, ko'zlarini yumdi. Tamoqdan keyin Qutlug' Suboshi, Ali Oyg'uchi, Gavdi qo'shin tumanboshi Paqlonbek, boshlamchi qo'shin tumanboshi Mahmud Qadash, o'ng qanot qo'shin tumanboshi Tulpar, so'l qanot qo'shin tumanboshi To'xti, yetkizish qo'shin tumanboshi Yo'ldosh Beylar keldi. Bosh qo'shish bo'ldi. Erkin bilan Suboshi qo'shqarmi qatnashdi. Qani, sizlardan ishtaylik, dedi Buğraxon Qutlug' Suboshiga qarab. Yog'iy mingboshining aytishicha, o'shda 30 ming chiriki bor ekan. O'zganda 50 ming. Oldingi jang maydoniga qaratgan 70 ming kishilik qo'shin bor ekan. Uning aytishicha, bizni avval o'shda, bo'lmaganda o'zganda to'sib yo'qitdi ekan. Undan neri qayerda, qanchalik chiriki bor? Ularning maqsadi qandoq? Uni aytmaydi. Balki bilmish kerak. Yerlik xalqlarning ahvoli qandoq ekan? Anjolliq bir yuzboshi aytdi. Urushga tayyorlik boshlangandan beri ezish, talash texmi ko'payib ketibdi. Bizdan kelayotganimizni xalq biladi ekan. To'rt ko'zi bilan kutadi ekan. Yog'iy qo'shinning ahvoli-chi? Chiriklarda ham chirik boshlarda qo'rqish bor ekan. Kishilar orasida taralgan har xil cho'chaklar ularni bak qo'rqitib etibdi. Sutuq Buğraxon hayvat yo'g'on odam ekan. U bo'g'rig'i o'xshash g'arqirab besib kelganda dunyoni titirtdi ekan. Tog' daraxtlar bosh egid ekan. Uningga har qanday nayza qilish o'tmaydi ekan. Uning o't chiqib turadigan bir gurzisi bor ekan. Bir urg'onda bir shaharni pochaqlab tashlaydi ekan deganga o'xshash gaplar. Hammaylan kulishdi. Buğraxon boshqalardan jiqroq telqib kuldi. Iskandar Zulqarnaynning mingizimi bir yoqda qopdi danga. Anlaganmisizlar? Yunonlik Iskandar kun chiqishga yurish qilganda Iskandar podshoning 2 mingizi bor emish. U buqadak hurkirab manganda mingizi bilan oldiga kelganni bechit qilib o'tar emish. Onunga sadoq, qilich o'tmas emish degan so'zlar tarqalgan ekan. Zulqarnayn degan arabcha so'z 2 mingizlik degan bo'lib, ashu gapdan chiqibdi ekan. Yurishimizda qandoq yangi o'yingiz bor, Ali Oyg'uchi? O'zlarining Qizil uydagi elqonlaridek urush qilsak, dedi Ali xonga javob berib. Ular bizni Oloy teg'ining nerisida, o shahrining berisida to'sidi. Biz shahar teshida hafta 10 kun urush qilib, ularni shahardan tortib chiqib, urib yo'qotsak, buning bilan o'zgandan bir bo'lik kuchini tortib kelamiz. Ularni shaharga kirgizmay yo'lda yo'qitamiz. Ondan o'shni olamiz. Olib Arslonning o'zganni elishiga yordam qilamiz. Yemaklik, yemlik qanchalik bor yo'ldosh tumanboshi? So'radi Buğraxon yetkizish qo'shin boshidan. Ozlab qoldi. Haydigan qo'y kalalar at yetib keladi. Agar o'z shahriga kechikib kiradigan bo'lsak,
yetmaydi. Ahvol yaxshi, biz uchun foydaliq. Biroq qiyin taraflarini mo yodimizda tutaylik. Dedi Bug'raxon. Qutlug' Suboshining va Ali Ayg'uchining urush redisiga qo'shildik. O shaharning berisida ikki urush qatri quraylik. Oldingi qatorda Mahmud Qadashning boshlamchi qo'shini, To'lparbegning 10 qanot qo'shini joylashsin. Ikki qatorda Paqlonbegning qo'shini va so'l qanot To'xti tumanboshining qo'shini sap tortsin. Boshqa qo'shinlar orqa tayyor tursin. O'shni ilib, yog'iyning bir putini sundirish, o'zganni ilib, yog'iyni palach qilib qo'yish. Bu bizning yog'iy bilan birinchi ilishishimizdagi nishonimiz. O'zgan muhim halqa. Bu halqani uzsak, yog'iyning chembirga uziladi. Buxoro amiri Abu Ali Simjuh bilan G'azna amiri Sibuqtekin 5-oyning 15-kuni o'zgan ilnishi bilan qo'zg'almoqchi. Demak, oldidan chembirkini uzish, orqadan xanjar urish bilan rejimiz ishga oshadi. 5-oyning 15-kuni o'zganni olib Arslan cho'qim oladi. Shu kuni ishga amir qo'zg'aladi. Biz o'shni ilib o'zganga yetib boramiz. Keyingi yurishimizni shu yerda o'rinlashtiramiz. Bug'raxon bir oz o'ylab, ondan so'zini davom qildirdi. Biz 4 ishni ching tutaylik. Biri yog'iy kuchini parchalab yo'qotish. Biri xalqni xafa qilmaslik, mol-mulkiga tegmaslik. Yana biri biz yoqqa o'tgan yerlik cheriklarni qarshi elish. Ulardan joy-joyida qadash qo'shin qurish. Ondan qolsa, yuqori tovan yerlik boshliqlarni o'z xalq so'ygan odamlardan qo'yish. Elingan joylarni o'zlariga topshirish. Bu 4 ish bek muhim. Buni cheriklar, cherik boshliqlarga obdan tushuntirish kerak. Kimki bu 4 ishqa qaychi ish qilgan bo'lsa, onunga jazo berish kerak. Subashi, siz at yo'lga chiqa olamsiz. Chiqolayman. Biz o'g'illik yo'lga chiqaylik. Bosh qo'shish tugab, boshqalar chiqib ketgandan keyin Bug'raxon horg'inlik his qildi-da, uxlashga yotdi. O'gini atigan Bug'raxon otlandi. Uzoq o'tmay, Oloy davon ostiga yetib bordi. Tog'ni bo'ylab, yilon bog'ri ko'tarilgan ko'z yetmas tik egiz chig'ri yo'lda cheriklarning goyilari ot minib, goyilari ot yetilab chiqib ketib boradi. Bug'raxon ozroq qarab turdi-da, o'zining oq arg'imiqini chipar oyg'irga almashtirib, davonga ko'tarildi. Davonning ustiga chiqqanda kun tush bo'lgan edi. Bu joydan qaraganda boshqa tog'larda emas, kerak davonmi tövandi ko'rinadi. Dam siqilishmi ig'irroq bo'ldi. Birar osh pishim dam ilib, tamoqlangandan keyin yana otlandi. Davondan tushish qiyin emas ekan. Ular otdan tushmay tövalladi. Pas-pas tog'lardan agib o'tib, bir tuzlanlikka yetib keldi. 5-10 chaqirim mangandan keyin ular tövanga qarab so'zilgan, ussiz, simdak so'zilgan to'p-tuz yo'l bilan tövallab ketdi. Bug'raxon kashqurulliqi kang tuzlanlikdagi bir o'stan bo'yiga tikilgan tushkunga kelib tushdi. Putkul dalini cheriklar qoplagan. Oldida, yiroqda Qutlug' Suboshining boshlamchi qo'shini aron ko'rinib turdi. O'ng solda, orqada har xil harakatdagi cheriklar. Bir juftdan kallapay qilib chetilgan otlar. Oldida tutunlar ko'tarilayotgan hisobsiz qora uylar ko'rinib turmoqda. Ufqqa o'ltirgan qizg'ush quyosh qora xoniylarni kutib qarshi olmoqda. U go'yo at ko'rishkichi xo'sh deb ko'z qisib, kulimsirab, qizil nurini chechib ufqqa cho'kmaydi. Bug'raxon uxlash oldida odati bo'yicha ma'lumot angladi. Qutlug' Suboshi bilan Ali Ayg'uchi ahvolni so'zlab berdi.
Yog'i, O'sh shahrining 50 chaqirimcha berisida tayyorlanibdi. Shahargacha bo'lgan oraliqda 3 qator turibdi. Bir qatorda bir tumandan hammasi 3 tuman cherigi bor ekan. Shaharda 2 tuman cherigi bor deydi. Bu aniq emas. Ular huduqib qopdimish. Oldirab cherik tutib yetibdimish. Ichkirdan kuch keltirishi aniq emas. Ya Allah, karamat yer ekan bu. Dunyoning o'yzisi deysi bo'g'iday. Osmonning pashtiqi deysangmi bo'ladi? Nuh payg'ambar, agar sizning bu ikki cho'ng davandan 3 qitim o'tganligingizni bilganda, sizga qoyil bo'lgan bo'ladi, ha? Oldimizdagi tuzlanlik tog' orisi deb otildigan joy. Tunugun boshlamchi qo'shin kelib, yog'ining 5000 da chirkini yo'qitibdi.